Qandaq mahartim bo'lamdi ekan, ha? Atrofga bir muncha odam yig'ib oldim. Xaloyiq, qaranglar. Menga mevdan birini beringlar. Men axlab beray. Sizlar Ey Hashim, o yerda yoq-yo'rtiq birisi qilishvozlik qilib yetibdi. Berib ko'rib boqayli. Ha? Ko'rib boqay. Bazirimni kim tatib oldi ekan qani? Ben sizlerge kendi maharetimni köz koyay. Qaltis maharati bor ekan, ha? Qo'lidagi qilish ajib tonishda ko'rindi. O hiliq palvonga o'xshaydi ekan. Qolaqonlardan tutib anala, qaysanlar mening bu qilichimni yenga alsanglar, men onun 50 tilla beraman, 50 tilla. 50 tilla. Nima degan yaxshi. Alem, biz Nasirdinning qilichini ilib musobaqa qatnashaylik. Nasirdin hargiz bundaq ishni qilmaydi. Taqay, midirli ba. Sizib bo'ldi. Kelib ko'rib baq. Bay hocam, işin bulmagan la, ha? İşin bulmadım. Anlasam, sizlerin öyde bir qiliç bakango. Qiliç? Yok. Öyünlerde esil qilichning borlig'ini bütün kentkilar biladi ekan. Meni oldiq jo'mma. Sizlar davatgan esil qilichmish shu. Hamsa men buni ko'rib baqay. Ishingni qilavergin. Bo'ladi. Biz berib rasm chizayli. Nasirdin, ko'rib bo'ldim. Ola. Bay hocam, siz almashtiryapla. Bu senin kılıçın mı? Sen de hemen bile besleşmek şu mu? Bu yerdekilerden emmisi aldamışken sen konu kamerağını kötürüp gelip ben bile besleşmek şu mu? Neymiş kondak deysiz? Bu yerden Nəsirdin isimli bir balı varken o konu kamerağını kötürüp gelip iğnimle aldaptı. Asli palvanның akısı ekan da. Men shu Nəsirdin degan. Emsi yaxşı. Men sen bilen haqiqiy tutuşup bakmakçı. Çataq yo'q. İlişqa her vaqt tayyorman. Nasirdin aka g'ayrat qiling. Birinchi maydonda nimadan baslashimiz? Yağaç gelişti besli şeyli. Ay. Amisa boshlayli. Ay.
Sana geldi Nəsirdin. Bo'ladi, qarab turinglar. Bu maydonda men voz kechdim. Yana nima qilay deysan? Rostdan voz kechdingmi? Nasirdin akamning o'zining o'ylaganlari bor. Ikkinchi maydonda qilich o'ynatishni baslashayli. Sen zaten nima qilmoqchi Nəsirdin? Qarang. Nasirdin aka bak qolishgansiz. Qanchalik qiyin ishdi bu. Endi mening karomatimni ko'ringlar. Palvon, siz yog'och keslashga nimondoq omroq. Eng oxirgi maydon. Qin ilish baqayli. Kimning qilichi eng o'tkir? Bo'ladi. Lekin bugun yerib ketdim. Ati baslashayli. Ma'qul, Nəsirdin, ati mijiqini chiqarib atmisan. Hoy. 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 Pah, Abbas aka, qaltiskansiz. Hoy, Nəsirdin, bir ishing bormi-ti? Abbas aka, sizdan yordam so'raydigan bir ish bor edi. Nəsirdin, sen vekillik erkensen o'rniga boshqa birisini beslashtirmoqchimi? Ansirmang palvon, yengilishni tixi hech kim bilmaydi. Qani kela. Sana o'zimni bir ko'z qo'ymasam. Hoy! Ay! 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 Seni tushar to'qi yurak. Yaman bo'lsang, qani chiqmamsa? Bo'ladi, to'xtab tur. To'xta. Qap yurak, sana yordam kerakmi? Ay! Yaxshi qildingiz, Abbas aka. Maqtug'chiligi yo'q. Mening bekletishimga tegding. Endi men seni oyab o'ltirmayman, kela. Ehtiyot qiling. Az qoldi. Az qoldi. Yamanligimni bilgansan, nega qochsan? Qilish qara, to'xtab tur. Ay! Hoy! Qilichingga qarab baq. Esilmikan? Hoy! Undaq qilma. Bu qilishni jinimdimi siz ko'rima, undaq qilma. Ma'qul. Turg'iningizga tanbagansiz? Qandoqmi ustirib qo'ygandimi? Mening bu esil qilichim qandoqmi ustirsin? Qilich u bir qurol. Gap uni ishlatgan odamning qandoq ishlatishida. Men ustirdim. Tez kelinglar. Bu Manbayning esil qingriqi. Kapti polvonni yengilgan qingriq. Jahonda tangdishi yo'q qingriq. Kelinglar. Jahonda tangdishi yo'q qingriq bu.